Assalomu alaykum do'stlar. Demak, keyingi videomiz bu arteriya aksillaris haqida. Bundan oldingizda arteriya demak subklaviya haqida aytib o'tdik, endi arteriya aksillaris. Xo'p, undan boshladik. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, bu yerda trigoniumlar haqida yozilgan. Trigonium clavipectorale, pectorale, subpectorale. O'zi bular nima degan savol tug'iladi. Quyidagi rasmga qaraydigan bo'lsak, bu yerda alohida ranglar bilan ko'rsatilgan. Ya'ni bu o'ng yelka sohasi, kamar sohasiga yaqin joy deb tasavvur qilsak. Demak, bu klavikula hamda pektoral sohasidagi uchburchaklar hisoblanadi. Endi bu o'zini tomonlari bor, uncha chuqur kirmaymiz, shunchaki nima uchunligini aytib o'taman. Demak, xo'p, ko'k rangdagisini aytamiz, bu arteriya clavipectorale. O'rtadagisi, ochko'k rangdagisi arteriya deyman, trigonium demoqchi edim. To'q ko'kdagi, demak, trigonium clavipectorale, och ko'kdagi trigonium pectorale va yashil rangdagisi esa uchburchaklar bilan ko'rsatilgan trigonium subpectorale. Qiyin emas. Endi arteriya aksillaris aynan mana shu sohadan o'tib ketadi. Mana yuqorida uzun yo'riq chiziq bilan qizil ko'rsatilgan. Va tarmoqlar beradi. Shu tarmoqlarning qaysi uchburchakda joylashganiga ko'ra mana shunday klassifikatsiya qilingan. Shunday deb tushunish mumkin. Xo'p, bu tushunarli bo'lsa, demak, ketdik. Trigonium clavipectorale. Trigonium clavipectorale ikkita trigonium clavipectorale sohasida arteriya aksillaris ikkita tarmoq beradi. Shunday deb tushunamizda. Trigonium clavipectorale sohasida arteriya aksillaris tarmoqlar beradi. Mana birinchisi arteriya thoracica superior. Arteriya thoracica superior. Arteriya thoracica superior mana rasm bilan ko'rsatilgan, alohida yashil bilan ko'rsatib qo'yibdi. Bu o'sha ko'krakning yuqori sohada joylashgan muskullar guruhi bo'lsin yoki o'sha joyda joylashgan interkostal muskullarni qon bilan ta'minlaydi deb tasavvur qilamiz. Arteriya thoracoacromialis. Xo'p, arteriya thoracoacromialis bu, xo'p, buni o'zini ko'radigan bo'lsak, mana chegaraga o'xshab ko'rinib turibdi, thoracoacromialis. Va shoxlar beradi, ramuslar. Ramus pectoralis, ramus pectoralis, clavicularis, deltoideus, acromialis. Va shunga muvofiq bo'lgan, shu nomga muvofiq bo'lgan joylarni qon bilan ta'minlaydi. Qiyin emas. Demak, mana bu yerda chigallar ko'p. Endi rasmda prezentatsiyada alohida berilgan bo'ladi. Bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin o'shanda. Endi bu yerda tushunishlaringiz uchun taxminan ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda thoracoacromialis tasavvur qilsak, birinchi soha ramus pectoralis. Ramus clavicularis yuqoriga qarab ketyapti, juda ham mayda tarmoqlar. Ramus acromialis va deltoideus tarmoqlar. 4 ta tarmoq bor yo'g'i nomiga muvofiq. Pectoralis, muscus pectoralis ta'minlaydi, clavicularis o'sha klavikulaning akromion o'sig'ini, akromion bilan birikadigan joyini qon bilan ta'minlaydi. Deltoideus, muscus deltoideusni qon bilan ta'minlaydi va ramus acromialis bu o'sha skapulaning akromion o'sig'ini qon bilan ta'minlaydi. Bo'ldi. Trigonium pectorale sohasida arteriya thoracica lateralis degan tarmoq chiqadi. Arteriya aksillaris, thoracica lateralis. Rasmda ko'rsatilgan bu o'sha ko'krakning lateral sohasida joylashgan, masalan, muscus serratus anterior, superior bo'lsin, inferior bo'lsin, shu soha muskullarini qon bilan ta'minlashda ahamiyatli. Va eng asosiy qism hisoblanadigan trigonium subpectorale. Bu, xo'p, subpectoraleda quyidagi shoxlar chiqadi. Arteriya circumflexa scapulae. Bu demak, mana rasmda ham ko'rsatilgan, bu o'ng yelka kamarining orqa tomoni deb tasavvur qilamiz. Mana scapula, yelka suyagi, humerus. Mana arteriya circumflexa scapulae yuqoriga qarab chiqib ketyapti. Arteriya thoracotorsalis xuddi shundan, demak, pastroqqa qarab ketayotgan shox hisoblanadi. Va bular qon bilan ta'minlaydiki, arteriya circumflexa scapula joylashgan o'sha muscus supraspinalis, infraspinalis bo'lsin, muscus scapularislar bo'lsin, xolos, o'sha soha muskullarini qon bilan ta'minlaydi. Thoracodorsales orqa guruh muskullarini qon bilan ta'minlaydi. Bo'lishi mumkin muscus trapezius, bo'lishi mumkin muscus latissimus dorsi, xolos o'sha sohada joylashgan muskullar guruhi bo'lsin. Xo'p, demak, mana shular ekan. Endi circumflexa scapulae qayerdan chiqadi? Foramen trilaterium degan teshik bor. Foramen trilaterium. Bu teshikda, xo'p, tasavvur qilishimiz uchun, demak, xuddi shu tomon o'ng yelka kamarining orqa tomonidan ko'rinishi. Yuqorida muscus teres minor, pastda muscus teres major, yelka kamar mushaklari hisoblanadi bular va ikkalasining orasidan o'tgan muscus
muscus triceps brachii capitulum. O'shandan demak, mana bu foramen laterum. Yuqoridan teres major, pastdan teres major, lateral tomondan muscus triceps brachii capitulum. Va foramen quadratorum degan ham tomon bor. Hozir uni gaplashamiz endi. Bu foramen arteria circumflexa scapulae aynan foramen laterumdan chiqib ketadi. Mana shu yerda ham ko'rsatilgan mana. Hop, bu tushunarli. Endi arteria circumflexa humeri posterior va anterior ikkalasi anastomoz hosil qiladi. Hop, qanday? Arteria circumflexa humeri posterior. Hozir aytib o'tdik, mana quyidagi rasmni ham ko'rsatib qo'yibdi. Demak, tasavvur qilishimiz uchun humerus, teres major, teres minor, muscus triceps brachii capitulum va o'rtada foramen quadratorum to'rt burchakli burchak hosil bo'lyapti. Uni chegaralaydi lateral tomondan yelka suyagi, yuqoridan teres minor, teres major, medial tomondan yelka suyagining uch boshli mushagining uzun boshi muscus triceps brachii capitulum va u yerdan circumflexa humeri posterior o'sha lateral tomonga qarab chiqib ketadi. Xo'p, endi mushaklar guruhini ko'radigan bo'lsak, mana qizil bilan mana yelka suyagini unga tomon qarab ketyapti. Circumflexa humeri posterior. Endi humeri anterior, xuddi shuni old tomondan ko'radigan bo'lsak, mana shunday deb anastomoz hosil qilib qo'yapti. Buni qayda qon bilan ta'minlaydi desa, yelka suyagini muskus deltoideusni qon bilan ta'minlaydi, o'sha soha muskullarini qon bilan ta'minlaydi. Anastomoz hosil qiladi, ikkalasi birikib ketadi. Anastomozning ahamiyati shundan iborat ediki, anastomoz bu demak birining funksiyasi buzilishi, ya'ni bitta qon tomirining funksiyasi buzilishi, qisilib qolishi mumkin, qanaqadir yelka sohadan jarohatlar juda ham ko'p bo'ladi. Masalan, yelkani bosh sohasi sinib ketishi. O'sha sohalarda sinishlar, qisilishlar bo'lgan vaqtida birining funksiyasi buzilishi ikkinchisiga daxl qilmaydi. Ikkinchisi o'rnini bajarib ishlab ketaveradi. Shunaqa ekan. Xo'p, qisqacha mana shu trigonum clavi, pectorali hamda subpectorali sohalari. Bular o'sha bitta narsaga chalg'imaylik, bu klassifikatsiya, ya'ni arteria axillaris mana shu uch burchaklarda quyidagi tarmoqlarni beradi degan ma'noda. Shunaqa ekan. Qiyin emas, holat prezentatsiyadan ajoyib shaklda ko'rsatilgan bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, darsimiz shu haqda edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bundan keyingi darsimiz arteria brachialis va qo'l tarmoqlari, kamar, panja tarmoqlari haqida bo'ladi.